Odatda musulmonlarga payg'ambarimiz rahim shafqatli bo'lgan bo'lsa, endi tabiiy shuna bo'ladi-da. Musulmon bo'lgandan keyin payg'ambarimiz yaxshi ko'radi-da. Payg'ambarimizga sahoba bo'lgan musulmonlar, Rasulullohga yordamchi bo'lgan, ularga shafqatli bo'lishiga tabiiy. Ammo u zotni risolatini qabul qilmagan, nubuvatini inkor qilgan, nafaqat inkor qilgan, dushmanlik, adovat qilganlarga ham payg'ambarimizni rahim shafqatli bo'lishligi haqiqatan insonni aqlini lol qoldiradigan holat. Chunki payg'ambarimizni Alloh taolo maqtab aytgan: "Va innaka la ala xuluqin azim." Ey Muhammad, albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Din xulq degan payg'ambarimiz.